Oldin ota-bobolarimiz bitta xotini bo'lgan, 16 ta bolasi bo'lgan. Hozir 3 ta xotini bor, 2 ta bolasi bor. Buni ham bittasiga aliment to'lamay qochib yuribdi. Qizlar kamayib ketibdi. Meni dadam mahallani oqsoqoli. Dadam aytayaptilar, 26 yoshdan oshgan bolalarga hech kim qizini bermayapti ekan hozir. Bolalar o'tirib qolyapti ekan. Ha, yigitlar ham o'tiradigan payt kelibdi-ku. Qizlar esa, qizlar. Shu yerdamisizlar? Davrlaring keldi qizlar. Endi shoshilmanglar, xo'pmi qizlar? Bemalol o'qishlarni bitirib, diplomlarni olib, o'zlaringdan 10 yosh kichkina dadasi o'tmagan bolalarga tegib olasizlar, xo'pmi? Endi qizlarimizni davri keldi. Ayib o'zimizda, ha, o'g'il bo'lsin, o'g'il tug'masa meni kim boqadi, o'g'lim bo'lmasa ertaga bo'lmaydi, ertaga darsni davom etish kerak, bo'lmasa ajrashaman, boshqasiga uylanaman. Mana ahvol. Biz o'zbek ajoyib xalqda ketma-ket 3 ta 4 ta o'g'il tug'iladi-yu, любой payt tug'ilishni to'xtatish mumkin. Lekin ketma-ket qiz tug'sin, bechora xotin. O'g'il tuqquncha tug'diradi-ya. Katta qizi bilan raddomda yotibdi. Nevaralari keladi ko'rgani. Bu jon tog'am tug'ilmadimi? Kutib turaylik-chi, tog'aymi, xolaymi hali ko'ramiz-da.